Ko'pchilik burun bitib qolsa bu shamollashdan deb o'ylaydi, lekin shamollamasdan ham burun bitishi mumkin. Bunga bir nechta omillar ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi, xona harorati issiq va quruq bo'lsa burun bitib qoladi. Ikkinchisi, har xil chang, ifloslangan havo orqali burun bitishi tezlashadi va burundan nafas olish qiynaladi. Uchinchisi esa allergik holatlarda, ya'ni kimnidir chang allergiyasi bor, kimnidir qanaqadir oziq-ovqatlarga allergiyasi bor. Bunaqa holatda ham burun bitish holatlari kuzatiladi. Faqatgina shamollaganda burun bitmaydi. Shamollashdan boshqa holatlarda ham burun bitish holatlari kuzatiladi. Bunaqa holatlarda burun bitganda burunni oddiy tuzli eritma yoki natriy xlor bilan yuvish yoki xona haroratini namligini 40-60% gacha ko'tarish va allergiyasi borlar uchun parhez qilinganda albatta burundan nafas olish tiklanadi. Bunga albatta antibiotik har xil dori-darmon qilish shart emas. Burni bitib yuradigan yaqiningizga tashlab qo'ying. Ular ham bu narsadan boxabar bo'lishsin. O'zingizni ehtiyot qiling.